Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana Qizbaskan rayoniga 25 kilovatlik yangi usilining variantdagi kotelimizni o'rnatdik. Mana hozirgi paytdagi где-то 5 minut atrofida mana shu gradusga olib chiqdi. 60 gradusda yonish, 65 gradusda o'chish qo'yilgan. Mana hozirgi holatda nimasi? Mana usilining variantdagi kotelimiz. Yonishi. Usilining variantdagi kotelimiz. 250 kvadrat metrga. Kompresörümüz nasosumuz 25 ga to'g'ri bo'lsa kerak. Hadi 25 ga to'g'ri. Ikkinchi skoroskda. Ana kelib 45. Lekin men bor. Sen kutgan desam men tilla qildim dedi.